Hizmetçiler, biz bugün de Atnaşalık Transport Uyuşması'na ozuk bitken 20. yılga hesap yılışına yılda hem şu ayakı yılmırıcı var, buruşlar biliyoruz. 2019 yılda uyuşmada 50 kişi hizmet mesela, bu 2020 yılda bizden 66 kişi hizmet veriyor. Şu an 25 avtobus yürütücüsü, 5'i jengil maşina yürütücüsü, 2'si de 4 avtobuslarını teknikten oluşan tekşirip çağırışı, 2 kasir konduktor, 2 buhalter, dispetcher, elektron hizmetler, satıp alırlar hizmetkari, net hizmetkari, injener, ham baş injener, garaj, kamskat müdiri, hem de oğullarda bizden 11 mektep avtobuslarını tekşirip çağırışı, teknik, mekanik ve net hizmetkari var. 25 avtobus yürütücüsünün ortaça yaşı 58 yaş. Şuların 13-60 yaştan yukarı, 55 yaştan yukarı, 50-55 yaş arasında hem bir avtobus yürütücü 46 yaşta. En ülken avtobus yürütücü bizge 67 yaş. Avtotransport uyuşmasının tüm ko'rsatkichlardan birisi bo'lib, Ranger'li xalqning bizning ko'rsatgan xizmatdan foydalanadi. Uyushma 25 marshrutka xizmat ko'rsatadi. Şu an bir marşrut bizden Retsenter, 8 oğullara marşrutları, 67 oğulların üzerine alan 3 şehir ara marşrut hem 14 mektep marşrutunda hizmet ko'rsatamiz. Mektep marşrutları kontrakt negizinde hizmet ko'rsatiladi. 3 şehir ara marşrutunda Shovda, Qozon hem 2020 yılda Elmet marşrutu açıldı bizning. Alari bizning karta marşrutu negizinde hizmet ko'rsatamiz. Oğullar marşrutunda bizden dogur negizinde ispatkon ve dogur negizinde hizmet ko'rsatadi. 2019 yılda çalıştığında 20 yılda bizden barliq marşrutlarında o'xshab kelgan kemada. Bu endi o'zingiz bilganinizcha bizden pandemiya chog'ida uyushma endi 2 oy ishlamadik. Endi bizden turib qoldi. Shuning sabablari deb ko'ra kerak endi. 2020 yılda zakaz boyunca avtotransport hizmeti ko'rsatgan ko'lami 7 milyon 340 ming so'm tashkil etsa, 2019 yılda bu bizning 9 milyon 369 ming edi. Bu yilda bizning 2020ga 2 milyon 29 mingga kemidi. Zakazlarda da bir ko'p yo'qotuv bo'ldi. Şimdi şekilde sen 2020'da 9 milyon buradayım. 2020'da 7 milyon 340. Hayır. 2019'da 9 milyon 369. Sonra kadik oluşar bilen beydiysen sen. Kadik oluşar da bizden marşrut bizden turistik marşrutlar da var, neler de var ya, alıp totalda bütün neler. Hani aslında ne adres tabi vermediniz. Bulut soralım siz. Biraz binde şuraydı biladım bana. Buna mısın boy değeri da Türkiye'de duran. 2020 yılda barlığı 22 milyon 438 so'mlik ish boshqarildi. Bu endi bütün Retsenter marşrutları, oğullara marşrutları, shahar marşrutları, hem de şu mektep marşrutları, hem zakaz marşrutları. Hali ayırıp etkende bizning endi Retsenter marşrutda 2020 Google'da desem bütün kırımın 22 milyon 438. Bu bütün marşrutlarda, zakazlarda, nelerden yıllık kırım. Abatega subsidiyalar bunda yok. Bunda subsidiya yok bizden. Ama o nasıl diyor atarsa? Kredit alındı bizden, Atlas kreditinden. O kırgamanda yok. Yok o kırgamanda. Bu şista bizim kırmını. Kadar şunun içinden 188 bin 300 sonra Retsenter marşrutunda. Bizden 19 yılda Retsenter marşrutu 261 bin vuruşku bir yani 72 bin'e kemidi bu 20 yılda. Neneki oğullara marşrutlarında 2020 yılda 815 bin 486 so'mga. Bu тоже kemi bo'ldi 203 mingga. 2019 yılda 1 milyon 19 ming kirim bergan. Shahar ara marşrutları shulay bizning 2020 yılda 2 milyon 126 ming kirim bersa, 2019 yılda bizning 2 milyon 851 ming kirimi. 723 mingga тоже kemidi. Şuraya bizning kontrakt negizinde mektep avtobuslarına qaralgan 14 milyon 454 mingdan 11 milyon 133 mingga to'landi. Bu endi bizning avtobus mektep avtobusu to'xtatuvi sababli 3 milyon 221 ming aqsha kirimi biz yo'qotdik.
Zaказlardan kirgan akça endi zakazlardan, arendadan, штрафстоянкадан, boshqa ko'rsatgan uylardan endi bizning usullardan, texnik xizmatlardan ko'rsatgan 8.174.000 kirim bo'ldi. Bu bizning 20-yilda. Xaraj chiqimlarga kelganda 2020-yilda 26.567.000 Reis'in mektep avtobuslarından aldan 14 milyondan 11 milyon. 11 milyonun zakazlardan 8 milyon ayma 19 milyon buldu hem 3 milyonu 13 milyonu mısın verse Kamerski'den biri oldurgaya mısın? Birge. Ben koşup varayım senin 22 milyon var mı? Yok. 188.000 raycentr marşrutunda, 815.000 avlara marşrutlarında, 2 milyon şehir ara marşrutlarında. Hayır, arası ben onu marşrutlardan. Marşrutlardan. 3 milyon verirsin. Daha gayet. Hazır 2020-yılda barlığı 26.547.000 çıkımlar buldu. Bu yılımızdan 8.419.000 hizmet hakkı to'lov. 8.104 yağılıklar için materyallarına. Ortaçı hizmet hakkı benim yıl 2020 yıl değişmedi. Neçe? Lot aldı. 6. Bizim 6.490.000 alıklarga to'landi. Ama bütün общий хозяйственный расходlar ham remont ham texnik qarorga tutilgan 3.594.000. Hozir endi uyushma 2020-yilda biz 4.109.000 UBT bilan berdi. Bu bizning kredit olingan kredit bizim bu yılga chiqdi. Ham biz endi spesial etilmadi. Shu 4.250.000 bizning bu olingan bo'lib turadi. Biz biz aytgancha to'larak ish bo'lib turamiz. Avul ham shahar ara marshutlari UBTdagi yillarida bu endi bizning taksi, попутчик, нелегальный перевозчиклар bilan qo'llanganlarga ko'ra bizning endi bu o'zimizning avtovokzaldan ketu bek oz kishilarning 2020-yilda marshrutlar avul marshutlari 1.792.000 ga UBT ko'rsatilgan, shahar ara marshutlari 1.553.000. Naloglarni ham xizmat haqlarini vaqtida to'lab borib o'tirishamiz. Bizning burchlarimiz zarplata xizmat haqi bo'yicha burchimiz yo'q. Endi belga chiqqach nalog bo'yicha biroz burchlar bo'ldi, конечно. 20-yildan yopdik. 2018-yil noyabrdan uyushma tezkorligida штрафстоянка ishlay boshladi. Ham bu kunga qadar ishlab kelaydi. Ko'p madinada bo'lsa da Kaşanan başladı. 2018-yilning noyabridan. Daha gayet. Ama endi ko'p madar kirim beradi. Oz indamı hozir. 20-yilda ko'p mu kirdi? 20-yilda summasi qancha? 268. 269. Uyushmada o'rtacha xizmat haqi 16.000. O endi 2019-yil bilan solishtirganda tuvanroq. 2019-da sudagi показательlar yuqoriroq edi. Endi ne bilan burish bilan demayli. Ko'may 19-yilda sarfida qoldi. 16.800 yilimiz. 16.800 yilimiz, 16.100. 2020-yilda barlig'i 4.381.000 nalog to'lansa, 2019-yilda 3.836 so'mga edi. 2019-yilda solishtirganda 545.000 ko'rak nalog to'landi. Bu endi nalogning bizning transportning naloglar orqali butunlarning ortuvuna belli. Uyushmaning texnik bazasiga kelganda, uyushmada 67 texnika, shuning 22si maktab avtobusi, 13 marşrutda qo'llanadigan avtobus ham 32 yengil mashina. Hozir bizning 2020-yilda boshqarilgan xo'jalik ishlari nakilsak, zakon talablarini keltirib, reys oldi ham reysdan so'ng militsiyani kuzatuv binosi tuzildi. Shu binoga suv trassasi mo'ltashtirildi endi. Bu butun talablarga to'g'ri keladi. Bizning hozir so'nggi nega stadiyalar litsenziya olmaycha endi texnik kuzatuv mexaniklari ham qaror binosi tuzildirildi. Sanitariya nazoratiga to'g'ri keltirib, shu konteyner o'rnida ham o'rnashtirildi.
Uyuşmanın algı yapılışını çözüm kıyması açtırıldı. Video küzeti hem yaptığı noktalar işlendi. Texnikaların statutu için maşinayı orunlaşandı. Teritoriyada ağaçlar hem korklar tiz uyuşturuldu. Teritoriyanın bir işine katı üstlük jeyildi. Көп yıllar taşanıp тұрған eski garaj söküldü, hem startup tugildi. Hem indi uyuşmanın teritoriyası dokumentlaştırıldı, hem arendara doğru düzüldü. Bu yüzden isbalkımla doğru düzüldü. Bizning alдағы planlara kelsek, büyük mühim bo'lishlar turadi. Bunun kunda xalqqa omayli sifatli xizmat ko'rsatilgan internet va televideniya yangiliklarni ham barliq informatsiyani yetkazib boradigan degan bo'lish kerak. Bo'lgan marshrutlarimizda passajirlarimizni kim etmay avvalo va turli reklama tashlamalar bilan taqdid ko'paytirga degan planda turamiz. Yetkish bizning avtobuslar bilan qo'llangan passajirlarning ba'zisini bo'ldirib, ularga tag'in to'shaloq tashlamalar, taqdimlar yetkazishga byudjet uyushmalari ishlovchilar bilan ayrimchilarga endi bu reys oldi ham reysdan so'ng meditsina kuzatuv ham texnik tuzuklantiruv kuzatuv xizmatini boshqa uyushmalarga taqdim etishga planlashtiramiz. Litsenziya olgach, reklamasi berib, kanikul vaqtlarida maktab o'quvchilari ham boshqa teruvchilarga qozon bo'lgan Ijak, Ufa, Yoshali shaharlarini ekskursiyalarni uyushtirishga Штрафстоянка xizmatini jeyildirish maqsadidan evakuator xizmatini kiritilgan. Teritoriya to'lovli texnika qo'yish xizmatini uyushtirishga bularni boshqarib chiqarish uchun birinchi sifatda yangi barliq o'ng'ayliklar bo'lgan avtobuslar olishga ham teritoriyada bo'lgan remont texnik bazasini remont boshqarishga sizdan yordam so'rar edim. Bu endi bizning ular problema demek ki avtolarning eskiligi biz endi turistik milar olsak da bizim endi o'tirib жүріп qaraylarga boshqa keli zakallik imkoni endi texnik soстояние avtobuslarning milari hozirgi zamon talablarini to'g'ri kelib bita olmaydi. Alloh qo'ygan bo'lsa, to'g'ri natijali boshqarish uchun bizga yordam bo'lib o'tkazgan choralar aktiv qatnashib, ham bo'lishib yordamimizni ko'rsatishga deb qolamiz xizmatdoshlarim.